Bu dunyoda ishonuvchan kishidan telbaroq kimsa yo'q. Hammani yaxshi deb o'ylaydi. Bir odamni sevasiz, unga butkul ishonasiz. Yomonlik kutmaysiz. Shuning uchun uni sevishda davom etasiz. Uning hamma narsasini sevasiz. Eng yomoni nimaligini bilasizmi? Agar siz men o'ylagan odam bo'lmasangiz, men bu dunyodagi ko'p narsalarni yomon ko'rib qolaman. Yurgan yo'llarimni, tinglagan qo'shiqlarimni, yuzingizni yoritgan quyoshni, barcha xususiyatingizni, yoqtirgan narsalaringizni, hatto o'zimni, hammasini yomon ko'rib qolaman. Lekin sevishda davom etaman. Chunki odam telbalarcha sevadi.